20 ta uchastkamiz sotildi, bitta donasi qoldi. Assalomu alaykum. Toshkent shahar Olmazor Mevazor mahallasiga kelganmiz. 21 ta kottejimiz quriluvdi. 20 tasi sotilgan, bitta donasi qolgan. Sizlarni sotib olishinglarni kutib turibdi. 207 sotuvga tushgan, 340 kvadrat maydonga ega, fasadlariga mana 100% bitirib berilgan. Ichkarilari korobka holatida, santexnik ishlari ham bitirilgan. 3 urvindan iborat, xossizligi tez obzor qilib beraman. 340 kvadrat maydonga ega, 3 urvindan iborat 5 xona, oshxona, katta hol, podvolda yana 3 ta xona, 4 ta sanuzel, fasadlari bitkazilgan, ichkarilari korobka holatida, santexnik ishlari bitirilgan. Kommunikatsiyalari mahallada suv, svet, gaz, kanalizatsiyadan muammo yo'q. 21 ta uchastka uchun shaxsiy transformator, shaxsiy girbi qo'yilgan. Infratuzilmalari ham korzinka, maktab, bog'cha, to'yxona, yashash uchun nima kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma narsa bor. Bu qurilishlarni ham hammasini quruvchi odamlar, oldin qurilish bilan shug'ullanib yuradigan odamlar qurishgan. Kelganinglarda sifat darajasini bemalol tekshirib olsanglar bo'ladi. 220 mingga baraka qilsanglar bo'ladi. Sotib olishinglarni sal yengillashtirish uchun 1 yilga bo'lib to'lashgan qilib berishar ekan. Aniq lokatsiyasi va rasmlari Telegram kanalimda bo'ladi. Shunaqa yaxshi uchastkalarni o'tkazib yubormaslik uchun meni kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib qo'yinglar.